Musbetdan to'liq ro'yxatdan tushib ko'rsatitaman. Endi videoni boshladik. Kirganimizdan keyin ro'yxatdan tushga bosamiz. Bu yerda 4 xil usul chiqadi. Bu yerdan birlikda ro'yxatdan o'tamiz yoki telefon orqali ro'yxatdan tushishni maslahat beraman. Bu yerdan 2 xil bonus uchun olishdi. 2 xil usuli bor. Kazino uchun, sport uchun ikkalasi bilan tanlab biz kazino tanlaymiz. Yerga promokod kiritamiz. Katta harflar bilan BONUS0026 qo'llash degan yozib olsamiz, qo'llaniladi. Endi o'yinni boshlash degan yozib olsamiz tugmasini. Xo'sh, sirasi akkaunt ochildi. Keyinroq eslatdimiz. Bidish tomonlar deyapti. Bizlarga login bilan parol beryapti. Uni screenshot qilib qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin mana bu yerga telefon raqam ulashishimiz mumkin. Telefon nomer ulashishni maslahat beraman, chunki pul chiqarish uchun telefon raqam ulang deb aytadi. O'shaning uchun telefon nomer ulab davom etishni bosamiz. Keyin o'sha telefon raqamingizga kod kiradi, o'sha kodni tasdiqlasangiz telefon raqamingiz ulanadi. Keyin bu yerdan birinchi qilishingiz mana bu yerda ustiga bosamiz. Mana bu profilga o'tadi. Bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joyga bosamiz. Bu yerda kerakli narsalar xohlasangiz emaildan ulashishingiz mumkin. Email pochtangizda familiya, ismingiz, kimburga xo'sh, shahar, keyin nickname, bu nom degani xohlagan masalan ismingiz yoki masalan boy deb qo'ysangiz, ular raqamlar xo'sh masalan. Keyin tug'ilgan sana kiritasiz bu joyga. Okey deb bossangiz kiritiladi. Yoshingizni kattaroq kiritasizmi shu momentda hozir. 18 yoshdan kichik bo'lsangiz kiritilmaydi o'shaning uchun. Undan kattaroq bo'lishingiz, 18 bo'lishingiz kerak yoshingiz. Undan pastini qabul qilmasa kerak menimcha. Hujjat raqamiga pasport seriyani, undan keyingi raqamlarini 7 raqamni yozamiz. Yozib bo'lganimizdan keyin saqlash tugmasini bosamiz, ma'lumotlarimiz saqlanadi. Keyin bemalol hisob to'ldirishga o'tsagan bo'ladi. Mana bu yerda hisob to'ldirish, pul chiqarish bo'limi mavjud. Hisob to'ldirishga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda summa bo'limi orqali to'ldirsangiz bo'ladi. Uzkart, mana Click Payment xohlagan to'lovchilar orqali pul to'lashingiz mumkin. Visa orqali, kriptovalyuta orqali to'lasangiz ham bo'ladi. Pul ichishda xuddi shunday. Qanday to'ldirgan bo'lsangiz, xuddi shunday ishasiz. Menda hozir chiqmayapti chunki shaxsiy ma'lumot ham to'ldirganim yo'q hali profilim. Mana qizillar to'ldirib qo'ysam, keyin pul chiqarish umuman muammoga duch kelmayman.